Hurmatli kuzatuvchilar, mana yoz faslida kun qattiq isishi natijasida burundan qon ketishi mana kuzatuvchilarimiz so'rabdi. Men ilgari o'zi burundan qon ketishda suhbat o'tkazgan edim. Uni mahalliy sabablari, umumiy sabablari deb aytgan edim. Shunda men hozir sizlarga shu tajribamda bo'lgan bir voqeani aytmoqchiman. Bir mana shu chilla kirish paytlari, shu paytda kun qattiq isiganda bir inson mollaga pichan tayyorlayman deb ertalabdan kechgacha quyosh nurida ishlaganlar. Ertasiga ertalabdan burunlaridan qon ketish boshlangan. Qon shunchalik kuchli ketganki, to'xtamagan. Keyin shifokorga, menga murojaat qilganlar. Men ko'rdim burunlarini ichidan qon ketayotgan joyini aniqlab bo'lmaydi. Shunaqangi kuchli qon ketyapti. Keyin men buni surishtirsam, bu oftob urishdan, ya'ni shu qattiq quyosh nurini, ultrafiolet nurlarning ta'siri natijasida burunni ichidagi tomirlarni devori falaj holga kelib qisqarmaydi. Masalan, qon ketgan paytda tomirni dorilar qilamiz, qisqarib qon to'xtash kerak. Ana shu mexanizm buzilgan quyosh urish natijasida. Ana keyin bemorni statsionarga yotqizib, kerakli muolajalarni qilib, bir hafta deganda burundan qon ketishini to'xtatganman. Shuning uchun mana yoz paytlarida hech narsa qilmaydi deb, oftobda qattiq mana ustalar ishlaydi, dalada pichan tayyorlayman deb ishlaydi. Shunda juda ehtiyot bo'lish kerak. Himoya vositalaridan foydalanib, bosh kiyim, ko'zoynak, keyin ustki kiyimlar, keyin ish vaqtini bo'lib o'sha juda kun qizigan paytda ishlash kerak emas. Ertalab voqlik va peshindan keyin soat 5 keyin ana shu ishlarni qilish kerak. Aks holda quyosh issig'i urib insonni sog'lig'iga putur yetkazadi. Shuni hisobga olinglar.